أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، bugünkü dersimizin temisi münacat. Bu münacat Hicriye 7. asırdaki İbn Ata'llah Sekenderi'ninki Lataiful Minan degan kitobidan ilingan ekan. Hijriya 8. asr vafot bo'lgan tasavvuf imomlarining mashhurlaridan birisi İbn Ata'llah Sekenderi'ning munojati. Albatta buning unda adbiy asar bilan adbiy qimmati bor. O'z vaqtida Imom Ibn Taymiyaga raddiya bergan so'pi imom yani. İbn Ata'llah. Ya bunun Hikam İbn Ata'llah Sekenderi deb hikmatlar to'plami bor. Ma'u Lataiful Minan degan kitobidan ilingan munojat. Munojat degani nima? Munojat aslida tekshirib egasak maxfiy pishirilish paranglishi degan bo'ldi. Qur'on Karimda bor. Najaytum ar-rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa. Maxfiy pishirilish paranglish qanchada munojat. La yatanajal isnan duna thalis yandek edistan. Şeyler mulabbaza ikkelam ziyad pishirlashmoqman. Qiraat yalnız qolgan biraylan paranglish qo'yib, uni ikkelam paranglasa bo'ldi. Endi adab qoida bor. Yani munojat degan Alloh taolo hozir bu maxfiy bir dardini tugatgandek, o'zining ojizligini ifodalab qilayotgandek bir ahvol. Ko'ngilligini izhor qilishimiz. Munojat. Uyg'urcha munojat deymizmi? Uyg'ur tilida munojat deydi. Bu 709-yili vafot bo'lgan Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim as-Sekenderi, Iskandariyadik. Deydi ilahi, ey ilahim, enel fakiru fi ghinaya. Men baylık halatımda fakir kişiman dedi. Eğer bay olsam mı yarla men fakir. Fekeyfe la akun fakiran fi fakri. Bay halatımda fakir tutsam men. Yani fakir halatımda fakir bulmay kalamdım ha demekçi. Bu nimeden ibaret? Dua kılışta ilgili Allah Teala özünün fakirliğini izhar kılıvatıdır. Kur'an-ı Kerim'de Ud'u rabbakum tadarru'an ve khufya. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Tadarru'an diyen tadarru'nun cümlesi demekçi. Yani dua kılışta ilgili özünün muhtaçlığını, acizliğini ifade ediyor. İlahi enel cehulu fi ilmi. İlahim ilim marifetlik turukman. Yani bize bazı narsalarını bilemem ko. Şunda turukluk şu hayatımda ben nadan bir insan dedim. Fekeyfe la akunu cehulan fi cehli. Bunda olsa ben nadanlık hayatımda kattık nadan bulunmayı kılamdım ha demekçi. Yani demek o ne? Yukarıda varsa baylık olan bilim doğrudur o. Bu baylık olan bilim bana nispeten manda tesadüfi kepkagan ahval. Asli siyim bunun cahil nadan hem fakir. Yani bunda bir baylığa biliş ahval kepkasın bu fevkalade ahval. Yani tek dedin ben cahil hem fakir demekçi. Bu suallık cümlenin cevabı. Bu şekli sual loğum bilen muayyerleştirilen cümle takririye demiş. Kur'an-ı Kerim'in bağı "Efamen ittaba radvanullah kemen ba'a bi sakhatin minallah." Indamı degan unda emas engel. Sual degan nechi mazmunni keladi. Yani inkar ma'nosini keladi. Savolni so'rab taqish ma'nosini keladi. Yo'q unda emas deb muayyarlashtirib ma'nosini keladi. Yani hozir men sana muhtoj demoqchi mazmun. Uyg'urchada deymiz emasdan sizlar meni tillamasiz. Voy men sizni tillamam. Tillamamda da so'matilmam. Tillamayman degan gap bu. Chunki balog'at o'qiganda tushunsin. İlahi inna ihtilafa tedbirik fi ilahim. Senin çare tedbirinin her xil bo'lishi deydi. Tedbir degan tedbir. Qanday o'xshash olmaslikda, maxluq olmasdan ba'zi kasal bo'ldi, ba'zi o'ldi, ba'zi bayildi, ba'zi nadan bo'ldi, ba'zi qanoat bo'ldi, ba'zi tamoq bo'ldi. Shunda har xil qilishing va surati hulul maqadirik, yana sening maqadirik degan sen taqdir qilgan narsalarning bo'lishining tezligi deydi. Hulul degan tushish, yuz berish. Mana'a ibadak. Bandalarini to'sdi deydi. Al-arifina bik. Yani seni haqiqiy taniydiganlar. Ma'arifin degan so'zning istilohi bu, ha? Arif billah, al-arifin deydi. Salikin boshqa, arifin boshqa. Dastlab bosqichdan qilgan bu salikin. Yo'lning dastlab bosqichi ma'lum. Keyin bir maqomga yetgan chog'da bu Allohdan haqiqiy tunib ketgan arif billah deydi. Yani seni haqiqiy tunigan bandalaringni to'sab qo'ydi deydi. Nimadan to'sdi?
Mine sukuni ila ata'in. Yani sen bunda bir rızkını kan birib, obdan iltifat göstersen, onunla hatircem bulup ketip, ben cennetin ağaçına yapıldım da bunda hatircem bulup ketişini tosap koydu. Allah Teala bir iltifat ise, şununla hatircem bulup ketişini tosap koydu. Vel ya'sa minke fi bala. Yani nimeden tosta? Balay musibet olur. Mesela ya kembagallık oldu, ya ki kesel, ya bir musibetke düşer kıygan çağda, senin rahmetlerinden ümitsiz bulaştığını tosap koydu. Yani ümit var bulunuz demekçi. Ya'siga ümitsizlik. Yani bir bala kelgan çağda ümitsizlanishdan tosap koydu. Yani biz umidvor bo'lishimiz kerak demekçi. Şuna el-havfu var raja ikisi bilmemiz kerak. En sirap Allah Teala her qancha amal qiladigan bu amal kalkınmay qilishi mumkin, riyolik bo'lishi mumkin. Yani bir tarafdan Allah Teala'nın savab berishi, tafaddul qilishi umid tutirish kerak. Umidsiz bo'lgan shaytondan ishi. Navlay ismur rohillar illal qawm kafirun. Sukun degan ashuna xotirjam bo'lib ketishgan. İlahi minni ma yaliqu bi lu'mi. Lu'm degan pastlik, past, nachar. La'in deb past adam. Yani bunda ya mertlik yok, ya sehilik yok, ya edimgerçilik yok. Bunda bo'lsa la'in buldu. Kerim'nin ta'siri. Ya ki tigi past yapma buldu. Hatta ansi cemaati tayin yok bunda. Terbiye ko'rmagan kishi degan. İlahim mendin mening o'zimning gunohkorligim, pastligimga loyiq ish chiqdi mendan. Shu sodir bo'ldi dedi. Yani günahını men qilib Allah Teala jami e'lon qilgan jazoni edi xohlar. Jazoni shu undan boshqa nurg'un zina, fohish bunda ishlar bor. Mendan gunohkorligimga, pastligimga loyiq ish sodir bo'ldi. Yani gunoh qilsalaman demoqchi. Ve minke ma yaliqu bi karamik. Hem senden senin aşı isimlikine layık iş sadir oldu. Yani o bolsun nima? Günah qilgan mendek past bendilarni afu qilib o'taysiz. İlahi vasafta nafsaka bil lutfi var ra'fati bi qabla vujudi da'fi. İlahim mening ajizlikim vujudga chiqishdan ilgari, yani meni yaratishdan ilgari demak ya. Yani ezeldan demakchi. O'zingni rahim shafqat ve mehribanlık bilan sifatladan deydi. Kur'an-ı Kerim'de bağlı Allahu latifun bi ibadi. Ya ezelden tatif latif. Yani biz bendili yaratılıp vücuduk çıkışta ilgili latif demekçi man duada. Yani bizi yaratışta ilgili, bizim acizlikimiz oturup çıkışta ilgili özağına buna mehri şefkatlik zatla sifatladan deydi. Efetemna'uni minhuma ba'da vücudu da'qi. El mening ajizlikim o'tirib chiqib, men dunyoga kelgandan keyin ondan shu mehri shafqatingni mendan to'sab qolasanmi? Yani to'sab qolmaysan degan. İlahi in zaharatil mahasinu minni fa bi fadlik. İlahim yaxshiliklar, güzel ishlar mendan sodir bo'lsa, mendan o'tirib chiqsa, bu sening fazl marhamating bilan chiqqan bo'ladi. Va lakal minnatu alay. Yani mana sen iltifat qilgan bo'lsa, sana minnatdor bo'lishim kerak yana deydi. Ashuni muyassar qilganliging uchun deydi. Va in zaharatil masabi'u, agar mendan nachar ishlar sodir bo'lib qolsa, mendan fa bi adlika, bu sening adolating bilan chiqqan bo'ldi. Adolat taqozosi bo'yicha o'sal ish qilganni o'sal ish qilgan shunda aynan qo'yganing bo'yicha deydi. Ammo yaxshi ish qilsa, bu asli yaxshi ish chiqmaydigan odamni bir iltifot qilib sen chiqargandek. Yani yaxshilikni Allah Taolo mansub qilib, o'sallikni o'ziga mansub qiladi. Yani sen zulm qilib, zulm qilganliging uchun mendan unda nacharlik chiqqanmidi? Adolating bilan chiqdi. Adolating chiqdimi? Yo'q, pul ketgan demoqchi emas. Yani bu hozir shu aynan ma'nosini mushta yillar turib chiqarib qo'ygan ekan. Zulm qilib qildigandek bunda emas deydi. Valakal hujjatu alayya. Sen ondan mening ustimdan farq turg'izalaysa, qanday farq turg'izdi? Nima ish qilmanda qilding? deb so'roq qiladi. Ama lekin ben de qolib Allah Taolani nima ish qildi, bunda qildim deb deyalimda. La yusalu amma yaf'al. Va hum yusalun. Ama shu valakal hujjatu alayhi deydi. Benda nima uchun bunda qildim? Men payg'ambar orqali bunda deganmidim, meni buyurmaganmidim deb so'roq qiladi demoqchi. Men sen bunda puchayotganliging uchun bunda qildim, mana deb bunda farq qilib turmayman. Chunki Alloh taolo xoliqni qilgan. Va robbuka yaf'alu ma yasha va yaxtar. İlahi kayfa takiluni ila nafsi, nafsin, yani nafsi ma, duada bor. Fala takilna ila anfusina tarfat ayn. Yani bir sekundlik vaqtni bizni o'zimizga bundan tashlab qo'ymizlar degan.
tekil degan tashlab qo'yish. Meni mush nafsimga qandami tashlab qo'yinglar. Vaqat tavakkalta bi tavakkala degan vakil qildi degan. Lekin oxirida harf qo'shilib kelsa, tavakkala ala bo'lsa, Allohni vakil qo'yib Allohga tayandı degan bo'ldi. Tavakkala degan Allohga tavakkul qildi, Allohga tayanib, Alloh topshirib tutgan ishni qilyapti degan bo'ldi. Ham tavakkala degan meni xabar olaman deb menga ega bo'lgan degan. Vakil bo'lgan degan. Yo'q, vakil emas. Menga ega bo'lgan. Meni bexishqa ega bo'lgan degan bo'ldi. Vaqat tavakkalta bi degan, tavakkalta alayya degan gap yo'q. Ayg'ida kirgan harf jar bilan ma'no o'zgarib ketadi harflar. Ya'ni men xabar olaman, meni parvarish qilaman deb sen menga ega bo'lgan turg'liq. Meni o'zimning nafsimga tashlab qo'yasanmi? Hargiz tashlab qo'ymaysan. Sen menga ega chiqsan demak. Va kayfa udamu va anta an-nasiru li. Udam degan din degan harg'illik, avarchilik. Sahih Buxoriyda Rasulullah oydin kechulab tulun ay chiqqan bir kechda Alloh bilan qasamki sizlar qiyomat kuni Rabbinglarni mush tulun ayni ko'rgandek ko'rsizlar. Hech qanday avar bo'lmaydi. Mush tulun ayni ko'rgandek ko'rsizlar, tudamun deb kelgan. Hech qanday avarchilikda unda charchab, berib qolmay asallam ko'rsizlar degandek. Va anta an-nasiru li. Samman nusrat ata qilishsan men qanda erib charchab avar bo'lib ketaman. Avar bo'lmayman. Am kayfa akhibu va anta al-hafiy bi. Xabar degan natijasiz quruq qo'l qaytgan, murodiga yetmagan degan bu. Men qanday murodiga yetmay, ya natijaga erishamay qolay. Va anta al-hafiy bi. Meni shunda izzat ikrom qilib parvish qilguchi tursang dedi. Hafiy degan innahu kana bi hafiya. Qur'on Karimda. Meni no'ti bekib parvish qilguchi izzatli vujudda degan bo'ldi. Shu hafava deymiz. Hafava baligha qat izzat ikrom qildi miyman nurdan kutib. Qo'rishni emasmi? Yo'q. Va hafava. Hafava. حافين من حول العرش. هذا من دساها خابة كنا أخيه. خابة من دساها. من مراد يتمده. زيانتات قرب قل قيد ما نشوف. حفي. حفي مجادا ما إزداد إكرام قلب إزداد لب تروش قلوش باقش ديم. حفيانا يعني باشمان سوال. قرآن كانوا يعني برياض حفيا. يسألونك كأنك حفي عنها. Bu başka şey manada. Şu edebiyat okuştuğuna uzlaştırsanlar, Kur'an, hadis, fıkıhta başka ilim mezmunu kaç tel cahil düşünerlikse. Bizim edebiyatını okuştuğun maksadımız şu. Arap'ta da küçük olsun, Kur'an hadis küçükünümüzde eskat soğunumuz. Ha ana da manı men nazir dedim. Etevesselu ileyke bi fakri ileyk. Men sana muhtajliqim bilan tavassul qilyapman. Yaqinlashyapman, tavassul qilyapman degan yaqinlashyapman. Yoki shipi keltirib tilayapman desak bu. Ya'ni men faqir deb shu tilga olib turib tilayapman. Vasila qildi deymiz-ku. Ma'ni shu bir shipi keltirib yoki o'ttirib qo'yib turib tilaydi deganman. Ya'ni o'zimning namratligimni oldimga qo'yib turib, shuni tilga olib turib, shipi keltirib turib so'rayman. وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك أنا başta ben üzerine namratlıkımını şipi keltirip durup Süleyman dedi. Ondan bir derece kötüler hazır. Mandadat. وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك hazır öz tavassulluğuna şu fakirlik nama muhtaçlık. Bu muhtaçlık olan Allah Teala'nın hiç kanı münasebeti yok demektir. Bu fakirlik qancha sana çiğnep durup soğusan bu fakirlik sana yetmeydi bu. Yani Allah Teala'nın bu fakirlikinin tabi yakı yolatmaydıgan halatda bunda bir sıfatlar. Nisbeten fakirlik yakın sana fakirlik her gizmi yakın yolamaydı. Bunda ben sana yakın yolamaydıgan narsani şipi keltirip durup qanday so'ray demek için. Demek birinchisi bu xuddi maqom-ı salikin degandek bunun o'zining unutsa istilohida dastlabki addiy bosqichlar amanda faqirlikim bilan uni deb so'raydi. Ana manda arifin bo'lsa Alloh taolo yaqindan tanig'anlar bu faqirlikka Alloh taolo yaqin yo'lamaydigan narsa bo'lsa qanday yaqin yo'lamaydigan narsani shibi keltirib so'ray demakchi. Ya'ni bu Alloh taologa faqirlik
degan Alloh taologa bir jiroq bir narsa degandek bir holatdan. Yani Alloh taoloni bir qilib tanzih qilish uchun demoqchi bo'lishi mumkin. Am kayfa ashku ilayka hali. Yoki men sana mush ahvolimni qanday bir shikoyat qilay debdikay. Va ya la tafalayk. Bunun ahvolim sana maxfiy qilmaydigan bo'lsa, sen bilib turgan bo'lsang, yana men sana debdikaymanmi? Yani sen deb to'ksammi, to'kmasammi mening ahvolimni eng yaxshi bilib turuvchi demak. Am kayfa utarjimu laka bimaqali wa huwa minka barazun ilayka. Yoki baraza ilayka. Yoki men so'zimni sana tarjima qilib beramanmi? Tarjima qilib beramanmi degan hozir ko'nglimdagini sana ifodalab deb beramanmi deydi. Maqol degan so'zimni. Va huwa minka baraza ilayk. U bo'lsa-mu asli mening tilimni sen nutqqa keltirgan, sen yugizgan tursan, sen hammani bilib tursan, men yana sen o'ttirg'i chiqargan shu so'zni men sana tarjima qilib beramanmi? Yani sen men demak yo'lini bilsa demakchi. Baraza degan xaraja degan ma'noda. O'tgan darsda o'qimagan baraza degan. Baraza degan shar qilgan, baraz degan chiqdi degan bo'ldi. Asli biroz degan da keng maydonni biroz deymiz. Shunga burun hojat chiqadiganlar arablarda uyda xaljoy qilmag'achqa uyning oxiriga keng sayr chiqdi. Keng sayr chiqdi deydi, lekin u maqsad tarak chiqdi degan bo'ldi. Chunki keyindan bu tarakni o'zidan biroz degan bo'ldi. Am kayfa tukhayyibu amali wa hiya qad wafadat ilayk. Yoki mening arzu armonlarimni umidsiz qo'yasanmi degan. Bu sana yuzilib bo'lgan tursa, ya'ni men dilimda bir arzu qilgan tilgan narsamni tilim ifodalamay bu sen tarafga ketdi bu. Sen bilib bo'lding. Shunda turug'liq mening arzu armonlarimni yadi qo'yib, meni quruq qo'l qaytarasanmi demoqchi. Ya'ni quruq qo'l qaytarmaysa deganlar. Tuhayyib degan xabarninki o'tumlik shakli. Am kayfa la tuhassinu ahwali wa bika qamat ilayka. Babak murakkab gaplar. Am kayfa la tuhassinu ahwali wa bika qamat ilayka. Bu ariflanda qanday qarar ekan? Insonning ahvoli faqirlik olsun, kasallik olsun, sog'lomlik olsun, hamma ahvoli yaxshi bu. Xayrli. Mushu ahvollarni Alloh taoladan kelgan bo'lgan ekan, bizim sirtli oddiy qarashimizda bu musibat, bu faqirlik, chataq ishlab ko'rangan ular bu amaliyotda yaxshi bo'lishi mumkin. Demak, bu hamma sen o'zing bunda iltifot qilgan ishlar bu. Shunda turug'liq, yana sen bizning ahvolimizni yaxshilamay qolasanmi? Yani yaxshilaysan. Yani sen ata qilgan ba'zi kasal bu narsalar bizga unda yomonda ko'ransami, amaliyotda bu yaxshi ahvol. Yani sen bizning yaxshiligimizni ko'zlab qilgan ish bu demak. Kayfa la tuhassin degani sen tuhassin demak. Vafadat degan keldi, masalan, yuzlandi degan ma'no. İlahi ma altafaka bi ma'azim jahli. Mening nadalliqim shunda ig'ir turug'liq, sen menga nima degan marhamatlik. Jahli degan mening nadalliqim, ishning oqibatini bilmay qilishim. Va ma arhamaka bi ma qabih fi'li. Mening sharkatlarim shunda qabahatlik turug'liq, sen menga nima degan rahim shafqatlik. Bu mening qabahatlik fe'llarim asli adablashga loyiq ishlar bular. Shunda turug'liq, sen bek marhamatlik. İlahi ma aqrabaka minni. Ey ilohim, sen menga nima degan yaqin, meni qo'rshab tursa, men qudrating yetidi demak. Va ma ab'adani anka. Men sendan nima degan jiroq. Nima bilan jiroq? Qilmishlarim, jinoyatlarim, gunohlarim bilan deydi. İlahi ma arafaka bi. İlohim, sen menga nima degan shafqatlik. Rafa degan shu rahma, lutf degan ma'noda. Famallazi yahjubuni ank. Sen men shunda rahim shafqatlik bo'lg'achqa meni sendan nima to'sab qolayapti? Yani to'sib olgan narsa o'ttimizda, to'sib olgan bir tam yo'q o'ttimizda. Yani duo qilsam, udul qilma, sen udul ijobat qilsan qilibsan. Va qala robbukum uduni astajib lakum dedi-ku. Men birisini vaqt qilib, so'ngdan udul so'rang dedi. Yani la hajib li anir robbil ma'bud dedi. Mush parvardigarni mendan to'sab qolgan to'saq yo'q dedi. İlahi qad alimtu باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء.
hatta la ajhalaka fi shay. İlohim, men turlik asarlarning izlarini natijasida men bildim dedim. Qanday izlar asarlar? Yani bizini kesal qilgan, bizini unda qilgan, bizini qanoat qilgan, bizini ochko'z qilgan, bizini osal qilgan, bizini yaxshi qilgan bunda asarlarim, izlaringdan men bilib oldim dedim. Va tanaqqulatul atvar, yana bosqichlardan bir bosqichga o'tkirishlardan bilib oldim dedim. Birisi bu qilibdi, cho'ng oldi, andan to'y qildi, andan cho'ngda bo'ldi masalan. An saqtı kesal oldu, andan öldü mesela. Namrat'ta boy oldu, boyuttu iken boy oldu, şu başkışlar. Ben türlük izlerimden bilip aldım dedim. Nime ne? Enne muradeke minni en teta'arrafe ileyye fi kulli şey. Senin menden talep kıyığının, muradek, senin menden irade kıyığının, menden talep kıyığının, nimeyken? En teta'arrafe ileyye fi kulli şey. Bana her kanda naside tunuluşun dedim. Yani özünü tanıtmakçı mı? Ta'arrafa ileyye diyen mi? Nazik etme bu. Bana tunuluşun dedi. Tunuluşun. Özünün hemmisi kadir. Yekigen zat kellikini uqtumakçı mı? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de fa'lam ennehu la ilahe illallah. Bilgin ki o aslında şirki yok. Yekigeni Allah'dır. Hatta la echeleke fi şey. Ben seni hiç kanda bir neside tunyanmay kalmaydıgan derecede özüne şunda tuluq tuntib qo'yishni irada qilsa deb tushundim dedim. Masalan, bir holatdan tunigan bo'lsam, qanday bo'ldi? To'liq boy bo'lgan bo'lsam, o kambag'allikning, boylikning qadrini bilmay, bu ne'matni tushunmaydim. Davomli sog'lom bo'lgan bo'lsam, sog'lomlik ne'matining qadriga yetmaslik mumkin. To'liq shukr qilolmaydim. Lekin bir kesal qilding, bir saq qilding, bir kichik qilding, bir cho'ng qilding, hayot qilding, o'tding. Bunda qilish orqali sen ne'mating katta ekan deb men ne'matingni tunib ondan sana loyiq ravishda shukr qilalay deb bunda o'zingni tunibsa demoqchi. Agar bir holat bilan qilgan bo'lsang, har xil bosqichda har xil holatda qilmay, u chaqda seni to'liq tunolmay qolibdi. İlahi kullama akhrasani lu'mi mening taskim meni gachilashtirsa antaqani karamu. Senin merhametlikin, sıkılıkın, isimlikin meni zuanı keltü dedi. Çünkü Allah Teala'nın sıkılıkı Rusman'dan isil kişilikle kaçamaz. Allah Teala'nın sıkılıkı, mertliki, yaxşı adamlıgım ba, asilik kıpkağın, bazı günahkar adamlıgım o umum. Aşılığım iltifat kılıdı, tevbesini kabul kılıdı, mağfiret kılıdı da müminlerin asillerini geçirtişi mümkün. Ya Resulullah şefaat kılıç arkalık cennet geçiyorsun. Ve kullama ey'asetni evsafi atma'atni minanuke. Minin sıfatlarım, naşer sıfatlarım, meni her katı ümitsizlendirgen çağda senin iltifatların, inamların meni temagi saldı. Yani beni keçirvet gidek der tema kıldığı deydir. Çünkü senin bu iltifatların hemmege umum. Bunda kusurluk qilgan günahkar bandalargimi va boshqa yaxshi bandalargimi umum bo'lsa, bizga bir iltifot qildik deb, ya'ni hatta tilashga jur'at keldi. Ya'ni mag'firat tilashga jur'at qildi deyman. Asli men shuna günahkar bo'lgandan tilashni numus qildim, qilmishimga g'irdim. Lekin bunda qarasam, bak sehi marhamat qilgan ekan, tilsam bo'g'dak, mag'firat qilib kerak, ma'lum berib kerak deb Münastaandın temagi saldığınmış. İlahi, men kânet mahasinuhu mesavi'e, fekeyfe la tekunu mesavi'uhu mesavi'e. Hem de yaxşı işlere naçar bulup ketken kişi dedi. Hadirimizden mesela namaz okudum, roz tuttum, bunda teheccüd okudum dedi o. Muş kılmışlar, yaxşı işler de öyleydi bunu. Emniyette bu riyakurluk, bazı bir kusur. Bunda sebepliden asli mahasin ders etmeye başlar. Men mahasin deb o'ylab qolgan narsalarim, amallarim asli mening yaxshi ishlarim emas, nachar ishlarim, joyida ado qilinmagan ishlarim bu deydi. Bunda bo'lgan bir kishi fa kayfa la takunu masawu masawiya. Bu kishining da haqiqiy shu, amaliyotda haqiqatdagi nachar ishlari nachar ish bo'lmay qoladimi? Az yaxshi deb o'ylab qolgan ishlari nachar ish tursa, nachar degan ishlar nachar bo'lmay qoladimi demoqchi. Chunki bu men yaxshi ish qildim deb o'ylagan ishladim-o, riyokorlik aralashgan,
başqa ayb nuqsonlar bor. Shunda bo'lganki, asli bu mahasin emas, masavitdir deydi. ومن كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى فتاوى deydi. Onun haqiqatlari asli bir quruq da'voda iborat bo'lgan bir kishi deydi. Mesela bunamda dünyada adır koymunda ilim keşfiyat manda bu ilmi hakikatlar deb da'vo qilamiz va asli buni tigidin tashrif qilsa haqiqatda bir quruq da'vo bo'lishi mumkin, unda emas bo'lishi mumkin deydi. Bu insonning hozir shu mana bu haqiqatni ilmiy haqiqat deb turgan gaplari bir quruq da'voda iborat bo'lgan bo'lsa فكيف لا تكون دعاويه دعوة أنت onun ilmi hakikat digine emas quruq da'vo qilaman digine da'vo olmay qilamo ilahi hukmukan nafid hukming ijro qilinguchi zot sen dedi nafid degan ijro qilinguchi ijro qilingan va mashiatukal qahira hammaga majbur irodangni tandigan zot sen dedi qahira degan boshqalar xolimsin qilmoqchi bo'lganingiz qilib o'tadigan zot degan bo'ysundiruvchi. Shunga al-Qahirani Qahira deb ataydi. Dushmanlarni bo'ysundirgan shahar bo'lg'uchi. Demak, sening irodang va hukming lam yatruka lizi maqalin maqalan. Boshqa gapga hojat yo'q bo'lib qoldi deydi. Ya'ni qanday gapdan do'li cho'rab ketsin, u do'lisi qaqinmaydi deydi. Wala lizi halin hala. Ya'ni gapdanmi o'zining gapdanligi bilan oldin ketmaydigan holatda bo'lib qoldi. Chunki gap ustiga bilan sen Allohning ustidan qutlanmaysan. Wala lizi halin halatga hal degani bu so'pilnimdi. Ba'zi haqiqatlarni bunda aynan ko'radigan bir martaba desak, men mushunda martaba yetdim deganlarmi, uning o martabasini qaqinmaydi. Sizning hukmingni bosib. insof hisoblan. Jins hisoblan. Lidiy hal degan ma'lum martabaga yetgan ahvolni demakchi. Kashf bo'lib ketdi masalan. Menga haqiqatning pardasi ochilib ketdi. Haqiqatni ko'rataman deydigan ashunda bir holatga yetdim degan birisi bo'lib qolsa, uning u martabaga yetganligi kafilmaydi. Rastasdan so'pning o'zining gapi bu. Shunda da'vo qildi shu. Demak endi men mushunda martabaga yetgan, haqiqat menga ochilib ketgan degan odamma buning bu ahvoli yani kafilmaydi. Bu martabalar mag'rurlanib ketib qolmasin. Alloh taolo qalbni qilib qoladi. Voy men unda daraja yetgan avliyotim ismi kafilmaydi. Kira do'zaxga desa ishga taqob qoldi. Shuni diqqat qilinglar demakchi. İlahi kem min ta'atin banaytuha tamam. Bu taat yanına bende kılıdığını Allah Teala taat kılmaydı. Ben nurgun taat amellerini kılıp bunda bir bina kılgandek ya. Bunda bir düğüldüm demek çadı. Nurgun bunda bir düğe taat ibadetini kıldım dedim. Banaytuha degine sen buyurgan boyunca taat amellerini kıldım dedim. Kur'an hadisке uygun halette nurgun amel ibadetini kıldım. Kem min ta'atin nurgun ibadetini ve halatin şeyyettuha. Yani içki bunda ruhi ahvallarını tikledim, bina kıldım, kopardım. Bu adır zahiri amellerimi men cihat ibadet kıldım. Batini amellerimi nurgunni kıldım, ihlas kıldım, ciqni kıldım demek için. Bina kıldım dedim. Aşı banaytuha şeyyettuha ishkisi o'xshashman. Demak, ishki tashqi amallarni obdan qildim demak için. Hadama i'timadi alayha adluk. Sening adolating men ash qilgan ishki tashqi amal ibodatlarimga tayinishimni bekor qilyapti dedi. Ya'ni men bina qilgan ash binoni yiqtiryapti dedi. Tezda lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu. Sen bilanlarni jannatga o'zing qilgan amali kirgizmaydi. Fakat Allah tafaddul qilsa, bu pichira divasechdir. Bo'lmasa, agar odillik bilan hisob kitob qilishi bo'lmasa, men bergan ne'matga sen qancha itoat qilishing kerak demancha. Sen qilganing necha mancha. Menda hisoblagan bo'lsa, u bandaning amal ibodati talabga loyiq to'shmaydi. Şu meyada men nurgun anda amal ibadetini kıldım. Qilgandan keyin sizning adolatingiz bundan qilsam, adolating hammani guppiz yiqtiradi dedi. Arzimida. Çünkü bizga Alloh taolo ato qilgan ne'mat, tafaddul, in'amlarni hisoblagan va in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ihso qilgan, status qilgan, hisoblanmaydigan ne'matning qarshiligida uning qarta sanig'iladigan ibodat tang'ularida bo'linmaydi.
Undan ben şunda mançılık ibadet kıldım, mançılık ihlas işki dünyayında şunda bir ihlas bilen şunda bir nima kıldım der. Bunda bina yaşandık nima qilsam, şunda adaletin şunda qaylagandıklam o binalarni pok küçük ketdi. Demek ben o amel ibadetlerimge tayinlanmaydigan buldum. Onunla tayinip iş alınmaydı. Bel aqalani minha fadluk. Onu da beni yandırıttı, yaltaytırıttı. Aqala diyenini bizimle yandı. Men aqala musliman, aqalallahu atratahu yevmel kıyamet. Yani aşağıda bana asla sizin fazlan yandırıttı. Yani ne demekse, men amel ibadetlerimi cihip kılıp, muşunlan bir cennet çırağına gidekme deb o'ylabdim. Shunda adolatdan qaragan ekan, buni bilan xuddi ma'nimini setib olmadikman jannatni deb astandim. Ya buni ishlatmayman, amal ibodatimizni. Fazl marhamatullohdan bir chigizatkin deb ma'taratdim nim qilsam bo'g'day deb asta animda yaltaydim nima. Ma asana ishandi. Qilmasammi, sen marhamatulloh. Ya unda degan gap emas. Bu amal ibodat qilib qo'yaman. Nurman amal ibadetini kıldım dedim. Hem işki dünyanın ihlas, şunda tevhide ayında kıldım. Kıgandan keyin bunda qarab, men manda kıgan deganda Allah Taola'dan tilajime men ishak dasmayin başonlarning jannatning ostiga olib bo'ldim deb manda odatga boramadim dedi. Buni ular yana men jannatga erishmayman ekanman deb, yetarlik emas ekan deb, shuna qilib oson ish qilsa ekan, tafaddul qilib chira degatsan shalolab ketgan deb, shunda tafaddul qilgan menga. Yani men tafaddulingni so'ray demoqchiman. İlahi anta ta'lamu ve illam tadumut ta'atu minni fi'lan jazman. Sen bilirsen dedim. Menden bu taat davomliq unda davomlish bo'lamaydi dedi. Men davomli taat qilmayman sen. Bazı kılımağın, bazı boşap kılımağ, bazı şunda tuzgurluk kutsalımağ, günah kutsalımağ demekçi. Yani menden taatının davamlaşması keskin dedi cezmana. Fakat damat muhabbeten ve azma. Demek benim taatim emri hareketimde davamlaşammışım ama bu davamlaşamması keskinimde. Davamlaşammışım mı? Lekin benim bel bağlaşta, niyet kılışımda, niyetim bel bağlaşım davamlaştı. Yani ben sana taat kılışını söyleme. Taat kılış niyetim var. Emri hareketimde mi davamlı kutulamayan bolsam mı demek. Azm degen bir işini kılışını irade kılış. Bel bağlaşın. فإذا عزمت فتوكل على الله. İlahi keyfe a'zimu ve entel qahir. İlahim ben qandan bir ishga bel bağlay, bir ishni qara qilay. Ve entel qahir sen hamma ishni xohlaganingni qildirishsan. Men bel bağlay, bel bağlamay, u haqlamda foyda bo'lamdi demoqchi. Ve keyfe la a'zimu ve entel amir. Allah Taala hamma xohlaganini qildiruvchi, xohlaganini bo'lgan zot bo'lgan ekan, men irada qilib, menda o'zligimdan bir qilgan holat emas. Allah Taala qildirdi buni. Deb qilib andan qanday men bir ish qilishga irada bog'lamay, sen buyurgan tursan. Bu anda asli Allah Taala xayr bo'lgan ekan, men irada qilman, nima qilib bunda desam, edasizlik ko'pdi. Deganda qilib andan, lekin sen endi men buyurganligim uchun buyruq itaatga bo'ysunmayar deydi. Sen irada qil, niyat qil, menda ishni qilmasam-mu niyatingni naql deb buyruq turganligim uchun men niyat qilib balvog'lab menda turmak. Ba'zida qusurlik saatimmi demak. Qahhar. Qahhar, sigat mubalagha. Al-wahidul qahhar. Huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Al-qahhar hamma ishni majbur qildiraligicha deyapti. Boshqalar yo'q deyolmaydigan, yo'q qilmaydim deyolmaydigan menda holat emas. Demek var yukarı kalmada men şeriat bilen hakikatni jamlayman demoqchiman. So'qilning hakikat bu deydi o. Ma bizning zahiriy ishlarni uni shariat deydi bular. Uni shunda o'zining tushunishi bo'yicha amal qilishni haqiqat deydi. Biz xuddi bir ishning postini ko'rgandak, bir ishki dunyosini shung'ib ko'rgandak bunda deydi. Lekin ma demoqchi o'g'ini men haqiqat bilan shariatni birga tutmayman. Ya bu Allah Taala qildiribdi, men irada qildim u bekor devjimanlik Allohdan buyuribdi deb, ya'ni buyurgan bo'yicha qilmadi. Ya'ni shariat bilan iltizom qilmadi dedim. Ya'ni shariatdan chiqmaydi ekan. Va yaxshiroq so'pim. Bu ata-Allah sekenlerimi so'kularning olimlarning birisi. İlahi taraddudi ilayka fil athari yujibu bu'dal mazar. Athar degan sening iz nishonlaring, asarlaring demakchi, qoldigan izlaring. Yani ilahi kudretinning izlari demakchi. Buni men shuningga eslabasam, taraddudi degan shuning oraliqida qatirab, shuni tadqiq qilaman deb shunga hablashim deydi.
Ya bütün kainatlardaki ilahi kudretinning izlarini tadqiq qilib men shunga haqlashsam, shunga eslasam, shunga eslab mana Alloh taoloning ilahi qudrati va yekigan zotida dalil keltirib menda haqlashsam dedim. Yujibu bodal mazar. Bu nimani keltirib chiqirdi? Sen haqiqatga yetishga yo'lni uzatib bu. Mazar deya aslan bir ziyorat qilmoqchi bo'lgan joy desak, ziyoratga desak, bormoqchi bo'lgan joyni yiroqlash, ya'ni maqsadni yiroqlashtirib turdi. Bu joyda seni yaqindan tunib yetolmay qolaman dedi. Chunki men sening izlaringlar haqida yudim hozir. Fajma'ni alayka bi xidmatin tuwassiluni ilayka. Şuna meni huzuringga yetkizginmi? İcmani ilayka degan huzuring yetkizib meni jam qilgaysa, bi xidmatin tuwassiluni ilayka. Bir taat bilan meni gachida sen o'zing murad maqsadingga yetkazayotgan. Men unda jafodatib qilishmay. Chunki sen hammaga qodir. Shunama ilahi kayfa yustadallu alayka bima huwa fi wujudihi muftaqirun ilayka. Qamashgan gapim. Sen uchun qandamı bir delil qilib ko'rsatilsin dedim. U narsa tigida vujud chiqishda aslida sana muhtoj narsa. Masalan, shu tog'larni, osmonlarni mana Alloh taolaning qudrati katta deb ya quyoshni masalan. Buni biz Alloh taolaning qudratiga bir delil qilib ko'rsatdik. Lekin bu narsa asli tigida dunyoda mavjud bo'lib turish uchun Alloh taolaning qudratiga muhtojdir. Alloh taolo paydo qilgan narsadir bu. Sen paydo qilgan narsani sening borlig'ingga qanday dalil qilib ko'rsatgan bo'ldi? Asli buni ta'qiq etsa bo'ldi. Allohni ma'nosi Alloh yaratgan deganga bunda Allohni dalil qilsa bo'ldi. Seni dalil qilsa bo'ldi. Hozir ish ta'qiq qildi. Ayakunu li ghayrika min az-zuhuri ma laysa laka hatta yakuna huwa al-mudhiru laka. Sendan o'zga boshqa narsalar, biz quyosh, tog', daryo shunda o'chqashkar bo'lib ketadi. Sendan bakrak ko'zga ko'rinib turgan bo'lib ketadi. Ondan sen maxfiy bo'lib qolg'achqa, ani isbot qilib turib, ondan seni ibodat isbotlashga kerak bo'lib qolamda. Sen anadan bakrak o'chiqdir. Hamma ko'z ko'rinib turuvchi zot degandek. Mana ayakunu li ghayrika min az-zuhuri ma laysa laka. Yani senda bo'lmagan bir ochiq ashkorlik sendan o'zgiga bo'lami? Hatta yakun wal mudhirlik. Anda shu narsa andan seni o'tirib chiqarib turgan, isbotlab turgan bir dalil bo'lamdi dedi. Sen ana asliga qarta dalil bo'lsa, u narsa sana dalil bo'lmaydi o'zimiz. Bularga aslida bizning ahli shuhud va al-ayan deydi. Biz pardashib ketganda va haqiqatni ko'rib turibmiz. Ko'rib turgan ekan Alloh taolo bizga barliqqa aniq bo'lib ketdi. O'g'aygan u boshqa odat gibi Alloh yaratgan narsani isbotlab turib, Alloh taolaning ustidan dalil qilib buni isbot paket ekanligimiz. Alloh taolaning aniq narsaga isbot qilmaydi. Demak, biz Alloh taolani dalil qilib ko'rsatamiz. Başqalar delil paket bilan ko'chilishib yurdiganlar, bular nima qildi? Maxluq narsadan bizni dalil qilib ko'rsatib, xoliqni isbotlamoqchi bo'ldi. Biz xoliqimizni dalil qilib, ani isbotlaymiz. Tushunasiz. Biz hozir mana tekki cho'nqirlab tushunib o'qish maqsad emas. Mana adabiy tekstida arab tilining egallashini o'qib qo'yamiz. Bundan sizlar keyin masalan shu tavhid, kalom, mujna narsini o'qiyotganda men cho'nqirlab o'qib qo'ysangiz bo'ladi. Bundan balki ba'zi gapni to'g'ri chiqishi mumkin, ba'zi xato chiqishi mumkin, vallohu alam. Men bu deb cho'nqirlab o'qib qo'ymadim bu narsani. Yani avam xalqlar dalil pok surish qilib nima qilganlar, ishni yuzaki ko'rdiganlar, Alloh taolaning ko'rmagachga, Allohning barliqni isqilmagachga, bu qanan Allohning barliqini isbotlamadi deb dalil qilib andaman taqdir ya'lamani unda dunyo o'zining yaratilib qolganmi? U da şey dalil ekilib qanalini iftirishib avarchilik deydi. Lekin bunda ko'zni parda qaplamagan haqiqatni ko'rdiganlar Alloh taolo u isbot bilan tushungidek unda maxfiy emas, aniq barliqi keskin. Davon ekan Allah'ın keskin Allah'ını delil göstermez, mahluk'a qarta. Ki mahluk narsini Allah'a delil qilmanda ko'rsatmaymiz mi? Mata ghibta hatta tahtaja ila dalilin yadullu alayka. Sen bu dunyodan yo'qolib ketib qoldingmi? Yo'qolib ketib qolganmidingki, sana bir barliqni isbotlashni dalil kelaydi. ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. Sen yıraqlab ketkenmidin ki biz sana senin izlerin arqılığa mana müşadın bunu yo'qotgan debda iz qo'llab şad bijad bağışaydı deb bunda isbotlaylar edi. Abul Hasan Shazili deb chiqgan.
Şu Zat Allah Sekender'in ustası desek bu keyfe yu'rafu bil ma'arifi men bihi urifatul ma'arif. Bütün ma'rifatlar Allah orqali bilingan bo'lsa, bütün ilm Allah orqali kelgan bo'lsa, bu Allah aşı ilm orqali tunilamdi dedi. Bu bayatın so'zining ma'nosida. Demak, sen o ilm ma'rifat boshqa narsalarni dalil qilib turib, Alloh taoloning ba'zi sifatlarini bakar. Ham ilm mushnaatlar shu Alloh taoloning kelgan narsa. Boshqa narsa emas bu. Am kayfa yu'rafu bi shay'in man sabaqa wujuduhu wujudu kulli shay. Bunda bitgan Abul Hasan Shazilining gapi. Alloh taoloning barligi azali. Barligi burundan tortganda bir zot bo'lsa, endi keyin paydo bo'lgan bir narsa orqali bu Allah Taalaning birligini qanday isbotlaysa, bundan tang narsa o'sitdi balkimda bu orqali qanday isbotlasang, bu Allah Taala azali zot bo'lsa, kim biza unda paydo bo'lgan narsa orqali uni qanday tuntalaysa, bu hamda shuningki o'ziniki tushunish yo'li. İbretilik için kişilerin tağlara qarab baxmam, osmonlarga qarab baxsun. Bizning shariatimizda shuni deymiz. Biz ahli shariat bo'lgan. Mavla ahli haqiqat bo'lgan ekan shuni deymiz. Bu avlamda inkar qildi Alloh qarta, shunda ya'ni tabiati buzilib ketgan. Bulg'unib ketganlarga qarta oyoq qaramana deb uni ogohlantirib isbotladi. Lekin ma'lum bizning tabiatimiz sog'lom, haqiqatni tunudiq deganlar bizga ayani dalil keltirishadi degandek. Shumshaychi bo'lsin. Ma'nosi cho'nqirroq ekan buning. Tasavvufning gaplari ekan. Ma'nosini bak tushunmanda nuqtadmay, lug'at ma'nolari biroq buni unutqaysanlar. Keyin andin islom bilimlarini obdan egallagandan keyin qulog'ingda tadqiq qilish qurol to'liq yetishgan chog'da andin buni cho'nqirlab tadqiq qilib o'qiysiz. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.